Biz kishi there is және there are degan taqribda o'tdik, durustmi? There is және there are. Bularning қазақшада аудармасы qanday edi o'quvchilar? There are ikkovi de бар degan so'z, ya. There is bir zatga, there are bo'lsa ko'p zatga qo'llaniladi edi. Okay. Misolga biz kecha yozib edik, ya. Darin qaraymiz, keyin yozamiz, ayaru, keyin yozamiz, qaraymiz. Taqrib o'tamiz. There is jeki narsaga edi. There is jeki. There are bo'lsa ko'pchiga edi. There are ko'pchi. Misolga taqda bir misol yozamiz. Esimizga tushirish uchun there is, например, a book. Book deganimiz ne o'qishar? Kitob, ya. Qozog'chasi bar bir kitob, ya. Buni a deganimiz bir degan so'z o'tib edik, ya buni. Ya'ni bar bir kitob. Endi adresini yozamiz, ya. Например, on the, например, table, ya. Table deganimiz ne? Stol. Ya'ni stolning ustida bir kitob bar degan so'z, ya. Okay. Endi ko'pchilik turda bu qalay bo'ladi edi? There are, ni qo'ya olmaymiz, ya. Endi ne deb aytamiz? Например, two, ya, yozuvga, ya, ikki degan so'z, ya. Bookqa ne qo'shamiz? S жалғауын жалғаймыз, ya. O'tkeni u ko'pchilik turi, ya. There are two books. Ne degan so'lim? Darin qaraymiz. Ikki kitob bar. Qay yerda? On the table, ya. On the table. Tushunibdi bo'laturmi sizlarga? Tak. Endi o'quvchilar, biz buning o'tgan shag'ini o'tamiz. Ya'ni u qalay bo'ladi? Qazi bar bo'lib tursa, u qalay bo'ladi ekan? Bar edi deb aytamiz, ya. There was және de there were. Qozog'chasi bar edi. Tushundikmi? Bar edi. Bularni qalay yozamiz? Misolga there was, ол жеке narsaga жеке. Al there bo'lsa, ол ko'pcha zatga bo'ladi. Tushundikmi? O'tgan shaqda. They were ko'pcha. Misolga tushunukli bo'lish uchun mana so'limda najaqa audaramiz. There was a book. Ya'ni qozog'chasi bir kitob bar edi. Tushundik-ku, ya? Bir kitob bar edi. Qaysi yerda? On the table. Ya'ni stolning ustida bir kitob bar edi, ya. Men audarmasini yozib qo'yish, sizlarga, чтобы qiyin bo'lmas uchun, ya. O'tgan janadan kelgan o'quvchilarda bor-da bu yerda. Okay, sonmen qozog'chasi stolning ustida üstünde bir kitap bar edi. Okay? Bir kitap bar edi. Alna жақта қалай еді? Stolning üstünde bir kitap bar edi. Durustmi? Осы шақ еді. Stolning üstünde bir kitap bar. Bir kitap bar degan so'z edi. Endi men o'sha tushundim, taqdir yozsam. Barini tushunib bo'ladimi? Kimga tushuniksiz bo'ladir? Tushunatsizmi? Rahmat. Barini tushunib jatsizmi? Ayaru tushunibdimi? Qaraymiz endi. There are two books deb yozib edik, ya. Two books on the table. Ya'ni stolning ustida ikki kitob bor. Stolning üstünde sağ ol. Üstünde iki kitap var. Okay. Endi ana жақта qalay bo'ladi ekan o? There was ni qo'ydik. Endi ne qo'yadi ekan biz? There were, ya. There were two books on the table. Qozog'chasi qalay bo'ladi ekan? Üstünde iki kitap var edi. Молодец. Stolning üstünde iki kitap var
7. Екі kitob bar edi. Kitob bar edi. Tushundik qo'y, a? So'roqlar bormi taqrib bo'yicha? Kimga tushuniksiz bo'ldi aytsin? Barimizga tushunibdimi? Tushundikmi, ayaru? Sonramen there is, there are, wow, bar degan so'z ekan. There was, there were, bar 7.